2020-yil 4-5 noyabr kunlari O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ko'magida zamonaviy harbiy nizolar va ularning oldini olish yo'llari mavzusida xalqaro ilmiy onlayn konferensiya o'tkaziladi. Onlayn konferensiyada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi, Shanxay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksilterror tuzilmasi, Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti, George Marshall nomidagi xavfsizlik masalalarini o'rganish bo'yicha Yevropa markazi, Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy mudofaa universiteti qoshidagi AQSh Yaqin Sharq va Janubiy Osiyo strategik tadqiqotlar markazi, shuningdek dunyoning 16 ta mamlakatidan yetakchi mutaxassislar o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etishi rejalashtirilgan. Mazkur xalqaro ilmiy onlayn konferensiya qurolli kuchlar islohotlari ijobiy tajribalari, zamonaviy harbiy nizolarda harbiy san'at rivojining yangi tendensiyalari, ta'limning innovatsion yondashuvlarini o'rganishga, umuman harbiy xizmatchilarning bilimi va dunyoqarashini yanada kengayishiga xizmat qiladi.